Distal row bones. Proximal row includes only two bones, the talus and calcaneus. Bu versalarda shilliq qavatning faqat joylashtirib. Bu morfologik element, birinchi dog' paydo bo'ladi. Shuncha narsani aytdik. Olamiz. Aralashtiramiz. Doim qaranglar, oldida muammo bor. Sababi biz passiv harakatlarni qilmaymiz. Qolgan joyi yaxshi. Ular tarkibida qaysi oqsillar saqlanadi? Asosiyki hamda avliyo oqsillar saqlaydi. Biz iste'mol qilgan, demak, ovqat tarkibidagi lipidlar, to'g'rimi? Qo'yish ekzogen lipidlarimiz